Marketplace'da savdo qilishda faqat bitta ko'z bilan qarashadi. Ya'ni bu deganda hozir Uzum Market yetarli, Uzum Market bilan savdo qilsak bo'ladi yoki Yandex Marketda hozir xaridorlar kam, o'shaning uchun savdo qilib bo'lmaydi degan tushunchalar bor. Albatta bu narsa noto'g'ri. Ya'ni 2026-yilda Yandex Market rivojlanish arafasida turibdi. Ya'ni buni hozir ham ko'rishimiz mumkin. Hozirda Uzum Marketga konkurent sifatida juda ham jadal rivojlanib boryapti. Ya'ni bu yerda marketing sistemalari juda kuchli, juda katta yordam berib o'tdi. Ya'ni bizani o'zimizni misolda aytadigan bo'lsak, Uzum Marketga qaraganda o'sha kuni Yandex Marketda sotuvlarimiz juda yuqori bo'ldi. Raqobat bor joyda albatta o'sish bo'ladi. O'shaning hisobiga ham marketplace'da qo'shimcha funksiyalar, qo'shimcha imkoniyatlar, xaridorlar uchun, sotuvchilar uchun imkoniyatlar juda ham ko'payish ehtimoli yuqori. Sababi hozirda mana Yandex Marketda qaraydigan bo'lsak, konkurentlar past va assortiment soni juda ham kam hisoblanadi. O'shaning uchun hozir bozor bo'shligida kirib qolishimiz kerak. Keyinchalik bu narsa tezlashishi mumkin, ya'ni reklama xarajatlari qimmatroq va konkurentlar soni ko'proq va assortimentlar soni ko'payishi mumkin. Shuning uchun Yandex Marketni e'tiborsiz qoldirish bu platformani rad etish emas, balki kelajakni kechiktirish hisoblanadi.